O'zbekistondagi eng yirik mega loyihalardan biri jurnalistlar, blogerlar, ommaviy axborot vositalarini bir yerga jamlagan media haftalik 22-may kuni Farg'ona viloyatida o'z nihoyasiga yetdi. 5 kun davomida Farg'ona oddiy hudud emas, yirik media laboratoriyasiga aylandi. Kameralar ishga tushdi, fikrlar almashildi va kreativ g'oyalar tug'ildi. Media haftalikning yakuniy qismi viloyat teatr va konsert saroyida katta tantanalar bilan o'tkazildi. Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Farg'ona viloyat hokimligi hamkorligida tashkil etilgan media haftalik media sohasi vakillari, ijodkor yoshlar, jurnalistlar, blogerlar, matbuot kotiblari va san'at ixlosmandlarini bir maydonga jamlagan yirik ma'naviy ma'rifiy tadbir sifatida yodda qoldi. Juda ko'p narsa yangilik bo'ldi va bu yangilikni juda qisqa vaqt ichida mahorat bilan bizga singdirib o'rgatishdiki, yigitlarga, qizlarga rahmat aytamiz, minnatdormiz. Haftalik yakunida mana bugungi tadbirlarda ko'rib, matbuot xodimlarini, ommaviy axborot vositalari xodimlarini, shu media sohasini vakillarini safimiz kengaydi. So'zga chiqqanlar tomonidan media haftalikdan ko'zlangan asosiy maqsad soha vakillarining kasbiy salohiyatini oshirish, zamonaviy media yo'nalishlari bo'yicha yangi bilim va tajribalarni ulashish hamda hududiy ommaviy axborot vositalari vakillari o'rtasida mustahkam hamkorlik muhitini yaratishdan iborat bo'lganligi ta'kidlandi. Shu bilan birga media haftalik Farg'ona viloyatida o'zgacha ruh, yangi g'oyalar va tajribalar almashinuvi maydoniga aylangani mutaxassislar fikrlarida aytib o'tildi. Biz juda ko'p viloyatlarda media haftaliklarida ishtirok etdik. Boshqalarni kamsitmagan holatda alohida urg'u berib aytishim kerak. Mana bugun taqdirlash marosimi boshqa viloyatlarga nisbatan ancha ko'tarinki va badiiylashgan shaklda o'tkazildi. Men endi kelamiz, sertifikatlarni beramiz va qaytamiz deb o'ylagan edim. Butun zal to'ldi. Tomoshabinlarda qiziqish, fikrlarga intiqlik, tashnalik bor yoshlarda. Farg'ona nafaqat tashkiliy jihatdan, balki mana shu media haftalikni necha kun davom etgan bo'lsa, barcha kunlaridagi ko'tarinkilikni ushlab tura oldi. Ijodkor ahli uchun o'zingiz ham yaxshi bilasiz, tur, qil, joyla degan so'zlar 3 ta so'zi o'zi yetadi-da. Tushkunlik holatiga tushmaslik, turib ijod qilish va bugun yaratib berilayotgan erkin platformalar haqida gapirdik. Nafaqat Instagram, Telegram, YouTube orqali, balki o'zining mana shu platformalardagi shaxsiy sahifalari orqali. Undan tashqari mana ommaviy axborot vositalariga kontent tayyorlash markazi tomonidan bir nechta loyihalar, bepul loyihalar taqdim etildi yoshlarga. Mediada o'z o'rnimni topaman va buning uchun menga nech pul kerak ekan degan savolda kelganlar tekin ekan-ku, shuncha imkoniyat degan javob bilan ortga qaytishdi va ayni mana shu ma'lumotlarni yetkazishda men ham hissador bo'lganimdan, men ham yoshlarning qiziqishlariga monand bir mavzularda fikr bildira olgan bo'lsam, boshim ko'kka yetadi, chunki Farg'onaning bu kabi mehmondo'stligiga hech bo'lmasa shu so'zimiz bilan chiroyli javob qaytargan bo'ldik, qaytarishga harakat qildik. Bugun kontingentni to'la ishtirok etganidan va bir necha 10 sertifikatning egasiga topshirilganidan bilsa bo'ladi. Demak, media haftalik Farg'onada ham yoritilishi jihatdan, ham qamrov jihatidan, ham ko'tarinkilik jihatidan alohida ajralib turdi. Forum davomida kontent tayyorlash markazi tomonidan media olamiga qiziqayotgan yoshlar hamda soha vakillari uchun yo'lga qo'yilgan loyihalar haqida ham batafsil ma'lumotlar berildi. Men mana shu media haftalik doirasida 5 kun bo'lgan bo'lsa, 5 kun faol qatnashdim. Yoshim 18 da va eng yosh ishtirokchilardan biri hisoblanaman. Menga 5 kunlik media haftalik juda ham ko'p narsani berdi. Men ham mana shunday ustozlarimga, mana shunday bizga dars o'tgan trening ustozlarga o'xshab, o'zi shunday ishlab, yetuk jurnalist hamda bloger bo'lishga harakat qilaman. Hududlarda 5 kun doirasida amalga oshiriladigan media haftalik nafaqat dars mashg'ulotlari, treninglar bilan, balki eng oxirgi kunida 5-kunida media forum bilan yakunlanadi. Bu esa yakun emas albatta. Boshqa viloyatlarda hali ushbu loyiha davom etadi. Loyiha doirasida olingan bilimlar esa o'zini natijalarini hamkasblarimizni, farg'onalik tengdoshlarimiz yoki yosh jurnalist blogerlarni kelgusi faoliyatlarini rivojlantirishlarida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazini oldiga qo'ygan maqsadi, vazifasi o'zi mana shu. Shulardan kelib chiqqan holda bugun hududlardagi soha xodimlarining bilimlari, malakalari oshirilmoqda. Bu albatta mahalliy ishlar. Umid qilamiz kelgusida hamkasblarimiz uchun xalqaro darajadagi katta loyihalar ham aynan O'zbekistonda amalga oshiriladi yoki
xorijda amalga oshiriladi. O'zbekistonlik jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari, umuman hamkasblarimiz o'zlarining salohiyatlarini faqat mamlakat hududlarida, balki chet ellarda ham bemalol olib borish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Media sohasi vakillari va mingdan ziyod yoshlarni birlashtirgan loyiha davomida turli uchrashuvlar, mahorat darslari, ijodiy muloqotlar tashkil etildi. Yakuniy forum esa ana shu katta loyihaning mantiqiy va tantanavor xulosasiga aylandi. Men Farg'ona tumani mahallalardan birida yoshlar yetakchisiman. Nafaqat yoshlar, balki yosh kattalar ham bu sohaga, media sohasiga qiziqqanligi uchun Abduqayim Usubekovni birgalikda Abduqayim tog'ani olib keldim. O'zlarining bloglari bor, shaxsiy blog yuritishadi-da, juda ham qiziqishadi. Shuning uchun olib keldim. Darslarda qanaqa taassurot olganligini o'zlaridan so'rab bilamiz hozir. O'zim yetishtirishni boshlaganimga 50 yillar bo'ldi. Mana shu faoliyatimni YouTube kanalim hamda Instagram kanalimda yoritib boraman. Ko'pchilikka manzur bo'ladi. Media haftaligidan men juda katta taassurot oldim. Telejurnalistlar bilan tanishdim. Media sohasida ishlovchilar bilan tanishib, fikr almashdik, nomerlarimizni oldik. Bundan keyin yana ham qiziqish ortdi. Media sohasida ancha bilimga ega bo'ldim. Yana ham qiziqishim kuchaydi. Tadbirda elimiz suygan san'atkorlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Ayniqsa raqs ansambllari tomonidan ijro etilgan jozibali va milliy ruhdagi chiqishlar tomoshabinlarning olqishlariga sazovor bo'ldi. Tadbirning eng hayajonli va unutilmas lahzalaridan yana biri media madhiyasi yangragan onlar bo'ldi. Media forum davomida media haftalik ishtirokchilari va farg'onalik media sohasi vakillariga sertifikatlar topshirildi. Birin-ketin gazeta va jurnallar, internet nashrlari hamda veb-saytlarda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar sahnadan o'rin olishdi. Ularning ortidan axborot xizmati rahbarlari, matbuot kotiblari, televideniya jurnalistlari, operatorlar va montaj ustalari ham munosib taqdirlandi. Bu e'tiroflar media maydonida fidokorona mehnat qilayotgan ijodkorlarni yanada shijoat bilan ishlashga chorlamoqda. Media haftalikda yakuniga keladigan bo'lsak, kayfiyatlar a'lo darajada, bunaqasi bo'lmagan. Farg'onada haqiqiy media oilasi uchun haqiqiy to'y bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Hamma viloyatlarni kuzatib bordik, lekin Farg'onaga keladigan bo'lsak, juda ham ko'tarinki ruhda eng zo'ri Farg'onada bo'ldi deb o'ylayman. Yaxshi ko'radigan narsangiz nima deganda men o'z kasbim deb aytardim-da. Lekin shu 5 kun davomida o'tkazilgan media haftalik darslarda, mashg'ulotlarda biz juda ko'p narsani o'rgandik. Media maydonida faoliyat olib borayotgan vakillarga bo'lgan e'tiborni ko'rib albatta juda xursandman. Albatta So'x tumanida hali men shu o'rganlarimni amalga tatbiq qilishga harakat qilaman. 5 kun davom etgan ushbu media haftalikning bugun tantanali tarzda yopilish marosimi bo'lib o'tdi va bunda juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Barcha media sohasi vakillari, san'atkorlar chiqishlari, xususan ana shu Sarvar Boqodirovning chiqishlari, Jahongir Mirzayevning chiqishlari, bularning barchasi biz jurnalistlarga juda ham ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi va mana bunday sertifikatlarni qo'lga kiritdik. Media haftalikdan olgan bilimlarimizni biz o'z faoliyatimizda tatbiq qilamiz. Hozirda rivojlanayotgan media makonida tuman hokimliklar axborot xizmati o'z o'rniga, o'z ta'siriga ega bo'lish kerakligini biz o'rgandik, buni amaliyotga tatbiq qilamiz. Media forum nafaqat taqdirlash marosimi, balki media sohasidagi birdamlik, ijodiy hamkorlik va yangi g'oyalar maydoniga aylandi. Eng muhimi ushbu loyiha yoshlarning media sohasiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirib, ularni zamonaviy axborot makonida faol bo'lishga undadi. Mana shu 5 kunlik media haftalikda ishtirok etib, gapning ochiq o'sha bir xalqimizga xos bir naql yodga tushdi-da. Inson qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar baribir o'qib izlanishi kerak ekan. Mana shu sohada ishlayotganimizga mana 40 yildan oshdi. Mana shu 40 yil ichida juda ko'p tadbirlarni ko'rganmiz, lekin mana shu 2026-yilda o'tgan media haftalik bir o'ziga xos jihatlar bilan bizni ham o'ziga rom etdi. Fursatdan foydalanib mana shu barcha jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari nomidan ushbu media haftalik tashkilotchilarga katta rahmat aytaman. Bu media haftalik davomida yangi sun'iy intellektdan qanday foydalanish, hujjatli filmlar ustida ishlash haqida to'liq ma'lumotlarni bilib oldim. To'g'risi, har kuni foydalanadigan mobil qurilmalarimizning imkoniyatlari ko'pligi, u bilan barcha ishlarimiz bitishi mumkinligi haqida ma'lumotlar oldim. Yakun juda ham ajoyib bo'ldi. Hammaga yoqadigan tarzda ishtirokchilar qatorida bo'lganimdan xursandman va media haftalik davomida qatnashganimdan, bu yerga o'zimga kerakli bo'lgan, bilmagan ma'lumotlarni o'rganganimdan juda ham xursandman. 40 yillik jurnalistlik faoliyatimda bu narsaga amin bo'ldimki, bizda hali o'rganadigan narsalarimiz ko'p ekan. Biz shularda ozmi ko'pmi o'rgandik. Qolaversa bugungi media haftalikda yopilish marosimi ham
haligi Farg'onada bittagina degan termin bo'lardi, respublikada bitta bo'ldi. Juda ham qiziq. Ayniqsa buni Toshkentdan o'sha kontent markazidan kelganlar ham o'zlari ham e'tirof etishdi. Farg'ona mediasi uchun yangilik juda ham katta bo'ldi. Buni mevasini hali yana ko'ramiz. Shu tariqa Farg'onada o'tkazilgan media haftalik o'zining yuksak saviyasi, keng qamrovi va unutilmas taassurotlari bilan media tarixida yorqin sahifa sifatida muhrlandi.